imkoni boricha stulga o'tirganda ramni yumshoq oyog'ingizni stul balandligini shunaqa moslashtirish kerakki, tizzani ko'tarish. Gradusda bukilgan balandlikga stress ko'p tushadi. Yaponlar uchun-da, imkoni boricha stulga o'tirganda mana bu ket qismi bor. O'sha imkoni boricha orqaroq tutib. Ha, yaqinroqqa o'tirishingiz kerak. Ya'ni bel qismingiz 90 gradusga to'g'ri bo'lish uchun. Umurtqa qatmisi yo'g'riydi. Bel qismingiz 90 gradusga to'g'ri bo'lish uchun. Oyog'ingizni stul balandligini shunaqa moslashtirish kerakki, tizzani bukilish qismi bor. Tizzani bukilish qismi 90 gradusda bo'lishi kerak. Ya'ni oyog'ingizni tovon qismi yerga tegib turgan holatda bukilganda 90 gradusda bukilgan balandlikka olib kelishingiz kerak. Mana holatga nima qilsak edi? Baland ko'tarsangiz bo'ladimi? Ko'tarolmaysiz. Nimaga ko'tarasiz? Oyog'i ham uzunda. Yaponlar uchun-da, Sen yazacaksın canım. 今上に上がっとる。一番最高位置。マックスです。bu max ekan. Sizga bu stul bo'lmasa. Bu naqa stul bo'lmaydi. で、これが今体圧分布。お尻のところが一番体重かかってる。 Odamni yumshoq qismi. Yumshoq qismi sariq joylarni qarasangiz eng ko'p tushayotgan joy. Eng ko'p tushayotgan joy sariq qizilga borib, qizil bo'lganda juda ham stress ko'p tushayotgan joy hisoblanadi. Balans to'g'ri taqsimlanishi kerak odamda o'tirganida. これ膝が90度。 Oyog'ingiz tovoningiz tegib turgan holatda 90 gradus bo'lganda, sizni balansingiz stulga to'g'ri taqsimlanadi. は悪いで低い。 Bu anaqa yomon ko'rinishda, yomon sempl hisoblanadi. Sijeniya past, ya'ni oyog'ingiz 90 gradus emas, tizgingiz ko'tarilib qolgan holatdagi ko'rinishda o'lchaganligimiz insonni o'ng tomonidagi yumshoq qismidagi, ya'ni o'sha son qismidagi og'riq kuchli bo'ladi. Agar sijeniyani 90 gradusdan pastga tushirib yuborganingizda. O'zi qarang, mana bu yer yopishmay turibdi-da, o'tirgan. Hozir uni ham tushuntiraman. これは高すぎる。 Bu baland bo'lganda, mana bu holat baland bo'lyapti-da, mana bu joyingizga stress ko'p tushadi. Stress ko'p tushgan hisobiga mana bu yerda ranglar o'zgaradi. Ranglar o'zgarib, o'sha yerga ko'p tushyapti, mana shu yerda og'irroq bo'ladi. Ima, ko'chi atatdaないのでいいですか? もうちょっと上げてもいいけど、椅子のねデザインによって変わるんだよね。このクッション。 Yana ozgina ko'tarsangiz bo'ladi deyapti. Boshqalarga Maksimalga chiqdimi? 今説明した一般的な。 Bular asosiy o'tirish deyapti. Asosiy o'tirish. Sizga stulni dizayniga qarab turib o'zgaradi. O'ziga stul tanlayotganingizda hozirgi qaytayotgan narsa bu asos sifatidagi narsa. Asos sifatidagi narsa. Bu narsa stul dizayniga qarab turib o'zgarishi mumkin. Imkon qadar siz qon aylanish sistemangizni yaxshilashingiz uchun 90 gradusli bukilishda imkoni bo'lgan balandlik ko'tariladigan stulni olishni maslahat beramiz. Bo'yicha standarti bo'yicha spinkani mana bu sijeniyada mana spinkani birinchi tegadigan joyi bor. Mana bu kirgan joyimiz bor. O'sha yerga birinchi tegadigan nuqtani balandligi 200 bilan 250 mm orasida bo'lishi kerak. Ya'ni 20-25 cm orasida. Ko'xarachilar o'zingizda tadqiqotdan kelib chiqqan standart ko'rsatdimi? JIS 10-11 degan standart. O'shanda ko'rsatilgan o'lcham bo'yicha o'lchab turib, spinkani tegish, kuch tushadigan nuqtasini belgilab olishga imkoni bor xolos. Bizda JIS standarti bo'yicha o'sha narsa 200 bilan 250 orasida bo'ladi. Bu hozir Yapon odami uchun, masalan 200 minimum hisoblansa, 161 santimetrlik ikkinchidan qolib belbog'i bor, boshlig'imiz. 161 bo'yida deyapti, 215 mm ga to'g'ri kelyapti birinchi tegadigan nuqtasi spinkani. Yana bu kirgan joyi. Birinchi tegadigan joyi. 215 mm ga to'g'ri kelyapti. Takamisan deganimiz bizning metrologimiz
171, 72 santimetr bo'yiga ega, o'shanda 230 millimetr to'g'ri keladi. Bizda eng balandi islomda. Hop, 185 santimetrlik islomjonda bo'lsa 250 maksimalda to'g'ri keladi. Aka siz bo'yingiz qancha? 250 Ha, sizniki jiyda 5 millimetr chiqib ketadi. Qani kuyucudan unga tabusini qaramog'ini qataqiladi. 5 minbagasi ko'paygan, 5 santimetr ko'paygan. Sizda mana bu lamba support deymiz biz, tepa pastga harakat qilish. Eng maksimaliga qo'yib ishlatsangiz, menimcha yaxshi. Stul sotib olayotganlarda, masalan, sizlarni ergonomik mos keladigan, xuddi o'shanaqa spinkasini tepa pastga harakatlantiradigan lamp support deymiz. Shu lamp supporti bor stulni tanlashlarini maslahat beraman, o'shani tanlasanglar eng yaxshi o'sha sizlar uchun. Kontrol qila oladigan podlokotniklar olishni maslahat beraman. Imkoni boricha qo'ldagi og'irlikni tanadan ustun tashlash uchun spinkani zaylag'aysiz. Podlokotni ko'tarib olib foydalanish eng yaxshisi. O'ngga chapga harakatlantirish imkoni bor, tepaga harakatlantirish imkoni bor narsalarni o'ynaydiganlarga juda qulay. Qanaqa qilsa bo'ladi. Bizda olvormaga harakatlantirish ham mumkin buni. Bizni ishlab chiqarayotgan stullarimizdan sizlarga taklif qilinadigan qo'rqmasdan o'tirish uchun qulay bo'lgan stullar bu SFR degan stullar. Nomi SFR. O'zbekistonda Sakura deyishadimi? Samuray. Samuray. O'zbekistonda nomi Samuray. Borib Samurayni ko'rsatdilar desanglar, $100 qo'yganmiz. Mana sotish kerak, shunga 3 tani sotamiz.